Assalomu alaykum, sizlar bilan Oltin Giro kanali bilan biromat bermadasiz. Indian poker. 8110 ming so'mdan endi bosamiz. 8100 dan bosadik endi. 10 ming so'm yana ko'proq shigarodan. Va yana skirish harakati yengilini kutamiz, ko'proq kutamiz, ko'proq berishini kutamiz, katta kassetlarni kutamiz, ko'proq berib yuborishini. Katta kassetlardan jigar. 15, 20, 30, 50 ber, 80 kasset ber. 75 kasset ber mana. Indian pokerdan yutolmadik bu kassetni. Sendan yutaylik jigar. 15 bilan bo'lsa bo'laveradi. Yana 15 yo'q. 30 bilan ham yo'q. Mana 30 10 tur 800 dan oshirdik bo'ldi. 827 million. Comeback bo'ldi, lekin biz minusga tushib ketgancha o'sha pullarni qaytarib oldik, sekin qaytarib olyapmiz. Yaxshi. Bu yaxshi. Aytisi kelayotgan bosib beramiz debdi. 1 million so'mdan 3-4 million bosmaymiz. 1 million so'mdan yengil turib tashlaymiz. Bitta yashli bo'lsa nahotki. Bitta pushti yo bitta yashli yo bile. Bittadan qisdi. Yana bitta bermadi. Bu yerda ham menimcha bermaydi endi. Yo'q, foydasi yo'q, shuncha pushti qolib ketdi. Yana yo'q. Yashil bor, ko'ramiz davomini nima bo'ladi. Pushtilar ham beraveradimi balki, yo'q. Yo'q ekan. Nagli yo'q ekan. Mana balki biz 300 ming so'm, 350 ming so'mdan balandagi pas bosarmiz. Shu bizga kerakdir balki. Mana pul bosib qo'yaylik. 1,5 million so'mdan. Qaytuv, yo'q, qaytuv ham yo'q. Chiqishimiz qaytuv bersa kerak. Bu yerda qaytuv. Qulpma beraversa. Qulpma. Ancha bor. Bermadi. Uzun berdi xolos. Bonus berdi mana uzunga qo'shib.
Bonusmi 1 euromi hech bo'lmasa? 1 euro kamikadze o'yiniga. Yo'q, boshqa narsa yo'q. Fruit pasta. Himoyam o'zgarib turasizmi? Rasmiy slot rasmiy. O'zgaryapti. Yaxshi o'zgarishlar qilsa yaxshi, lekin bunaqa bo'lsin, YouTube berishi ham o'zgarsin. Yaxshi bo'lsin. Nima bo'ldi tushunmadik. To'rda anig'iga bosib olamiz. To'qqiz. Altmış dokuzga bosamiz. Bitta juftlik to'qqa bosib turib keyin qo'ygan. Yo'qsa to'xtataylik shu yerda bo'ldi. Bu to'xtatamiz 820 da to'xtataylik. Yo'q, bosamiz ekan yana. 67 ga. İki yüz altmış iki ming so'mmi? 820 bilan 50 sentga bosib beraylik chiqay. 98 bo'ldi, sudi yaxshi bo'ldi damiz, comeback davom etyapti. Omad amiga.